Aka nima qilyapsiz? Mebel rasm qilyapsiz aka? Ya bu qirilmaydi bu, MDFdan ishlangan bu ko'jonim. MDFdan ishlangan. Trimolar ham juda katta. 1.60 ga 220. Trimolarning balandligi 220 ishlangan. Juda ham ajoyib. Eshiklari vakuumli qilib ishlangan. 4 ta tortma, 2 ta polkali xonasi bor. Tumbalarga kelayotgan bo'lsak, tumbalari 60 santimetrdan ishlangan tumbalari. Ichlarida buni ham polichkalari bor. 100% PVX qilingan. Oyoqlari splashno ishlangan. Spalnisi bo'yini balandligi 1.60, bunaqasi razmeri 1.70 ga 2.10 bo'ladi. Joyimiz kichkinaligi uchun kichkina qilib qo'yganmiz. Shkaf ichiga alohida e'tibor berasizlar. Shkafning ichi juda ham katta ishlangan. Ichlari vashim mana 90 kiloman o'zimni ko'tarib bemalol. Oyoqlari splashno ishlangan. Juda ham ajoyib. Mana bular ham sinib ketayotgan emas, bo'lmasa qirilib ketayotgan emas. Oynalari ham juda ham ajoyib. Mahkam ishlangan. O'rtasi polkali ko'rinishga ega. Bu mebelimiz o'zi normalda 11 million so'm sotilgan. Aksiya narxida buni 8 million 500 ming so'mga tushirib qo'ydik. Matrasli holida 8 million 500 ming. Agar mana bunaqa machalka holida olayotgan bo'lsalaring 8 million so'mga qilib beramiz. O'sha gap 100 kilometrgacha dastavkasini ichida qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham katta ishlangan mebel, shohona model deydi. Biz bunga o'zimiz Safiya Sultonov nom berganmiz. Xudo xolasa kelaverasizlar.